Hozir sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Mana shu qiziq, qani bular qanaqa sxemada ishlaydiganda bir yozib ko'rdim, hozir yozishmalarini ham qo'yaman. Xo'p, kecha taklif qilayotgan sxemasi bo'yicha ular menga promo kod beradi ekan. Mana shu promo kod orqali siz mana shu totalizatordan ro'yxatdan o'tib o'ynasangiz, qimorda o'ynasangiz, yutkazgan pulingizdan yutkazib qo'ysangiz, mana shu 60% menga ekan, 40% ularga ekan. Ya'ni shu sizni pulingizni mana shu reklama qilganlar sizni yutkazgan pulingizdan bu foyda qilar ekan. Avvalambor bu birodarga katta rahmat shu videoni chiqarganlari uchun, bu informatsiyani tashqariga olib chiqqanlari uchun. Bu nima degani? Har safar siz qaysidir blogerni qimorni reklama qilayotganini ko'rganingizda, bu degani siz yutkazayotgan puldan u odam foyda ko'ryapti. Har bittasi, masalan, shu O'zbekistonni bayrog'ini ko'tarib olib, O'zbekistonni sha'ni deyotgan, Saturn deyotganimi yoki telefonli odamlarga tarqatib, ehson qilayotganini ko'rsatayotgan Raisvoyim, o'shalar hamma blogerni qaysi bir reklama qilyaptimi, promo kodda sizlar bilan ulashyaptimi va hokazo, mana shuni harakat qilib ko'ringlar deyaptimi, siz yutkazayotgan puldan foyda ko'ryapti. Biz qimor haqida katta ko'rsatuv qildik, ko'rgan bo'lsangiz. O'sha yerda nechta odam bizga aloqaga chiqdi, o'zini o'zi o'ldirib yuborgan, yoqib yuborgan, boshqasini o'ldirib qo'ygan, osib yuborgan, umrbod qarz bo'lib ketgan, nevaralarigacha qarz taqadigan. Subhanalloh, mana shu narsaning orqasidan pul topayotgan odamlar nima deyish mumkin? Hayron bo'laman, qanaqa qilib mana shunaqa odamlarda 100 minglab, millionlab podpishchik bo'lishi mumkin. Odamlarning fojiasidan pul topishyapti. Boykot qilish kerak. Qimor o'ynamanglar. Ingliz o'rganinglar. Assalomu alaykum.